Salom do'stlar, men Aaron Epstein va Combinatordanman. Bugun sovuq xatlar cold emailsni qanday yozishni o'rgataman. Bu xatlar odamlarni mijozga aylantiradi. Eng zo'r nayrang deysizmi? Yo'q, bu issiqqina tanishib olish. LinkedIn, do'stlar, sobiq hamkasblar orqali tanish topishingiz mumkin. Ularni javoblarni 2-3 barobarga oshirish uchun cold email sizga yordam beradi. Ammo issiq tanishuv har doim ham mumkin emas. Shuning uchun sovuq xatlarni qanday zo'r yozishni hozir men sizga ko'rsataman. Agar siz yaxshi xabar yozishni bilsangiz, hozirgi sizning tanishingiz sal o'tib mijozingizga aylanishi mumkin. Avvalo maqsaddan boshlang. Misol uchun bitta mijoz olish. Endi keling, orqaga qarab hisoblaymiz. Bitta mijoz olish uchun siz 10 ta mijoz bilan gaplashgan bo'lishingiz kerak, ya'ni 10% konversiya. 10 ta odam bilan gaplash uchun esa 40 ta odam siz yozgan narsaga javob bergan bo'lishi kerak. Bundagi konversiya esa 25%. 40 ta odam sizga yozish uchun 400 ta odam siz yuborgan xatni ochgan bo'lishi kerak. Bu yerdagi konversiya 10%. 400 ta odam siz yozgan xabarni ochish uchun esa 800 ta insonga xabar yuborgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni 50% konversiya. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bitta mijoz uchun 800 ta xat. Kuniga o'nlab xat yuborishingiz mumkin. Qo'lda yoki shaxsiylashtirib ham boshlash ehtimolingiz bor. Avtomatlashtirishdan oldin nima ishlashini aniqlab olish kerak. Har bosqichda konversiyani o'lchang, past bo'lsa, shu yerda uni tuzatish kerak. Kengayganda stavkalar pasayadi. Shuning uchun avval qo'lda yaxshilab natijani tekshirib oling. Qanday qilib insonlarga xatni yuborsangiz, ular u xatni ochishi mumkin. Ko'proq inson ochishi mumkin. Keling hozir bir nechta qadamda bu narsani ko'rib chiqamiz. To'g'ri nishonga olish. Maqsadingizni xohlaydigan odamlarni toping. Bu ochish va javob statistikasini oshiradi. Minglab spam yuborgandan ko'ra 100 ta yaxshi nishonlangan xat yuboring. Keyingisi mavzuni satri, ya'ni sarlavhasi. Qisqa, qiziqarli bo'lsin. Salom, tezkor savol. Maslahatingiz kerak. Do'st asoschisidan sizga salom savdo xatiga o'xshamasin. Xullas do'stona bo'lish kerak. Keyingi qadam bu yuboruvchi. Shaxsiy ismingizni ishlating. Kompaniya nomidan emas, insondan agar xat kelsa, uni ko'rilishi osonlashadi. Kanallarda reklama bermoqchi bo'lsangiz, elektron pochta yoki Telegram kanallar yoki shunga o'xshagan tarmoqlar eng yaxshi variant. Agar LinkedIndan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bu yomonroq. SMSda faqat ruxsat bo'lishi kerak. Sohangizga xullas moslashtirib ish ko'rasiz va oxirgisi pochta topish. LinkedIn, veb-saytlar yoki Apollo Hunter'ga o'xshagan platformalardan topishingiz mumkin. Nimani? Ularni pochtasini yoki Telegram username'ini agar topa olib ularga siz aloqaga chiqsangiz, ishingiz 5 bo'lishi ehtimoli yanada oshadi. Keyingi masalamiz bu brend qurish. Kichik kompaniyada brendingiz eshiklari katta ehtimolda ochilishi qiyin. Lekin shaxsiy yondashuv bo'lsa, buni yo'li bor. Telefon raqamingizni qo'shing. Istalgan vaqtda qo'ng'iroq qiling deb aytib qo'yishingiz mumkin har qanday ijtimoiy tarmoqdagi profilingizga. Bu g'amxo'rlik va ishonchni oshiradi hamda ko'rsatadi. Yaxshi nishonga olish sizni xatingiz yuborilganda uni ko'rish ehtimolini yanada oshirib beradi. Ko'proq javob olishda 7 ta tamoyili bor. Keling har birini ko'rib chiqamiz. Birinchi tamoyil bu aniq maqsad. Bitta harakatni so'rang. Javob bosish yoki tanishtiruv. Ko'p so'rov chalkashlik keltiradi. Xatni o'chirishadi. Har bitta so'z maqsadingiz uchun xizmat qilsin. Ikkinchi tamoyil insoniy bo'ling. Men juda xohlardim, rahmat kabi so'zlarni ishlating. Norasmiy yozing. Hoy Aaron yoki kichik xatolar insoniylikni ko'rsatadi. GIF yoki shaxsiy video qo'shishingiz mumkin. Masalan, ismim yozilgan doska bilan GIF meni hayratda qoldirishi mumkin. Do'stga yozilgandek tuyuladi. Uchinchi tamoyil bu shaxsiylashtirish. Spamdan qochish uchun ism bilan murojaat qilganingiz yaxshiroq yoki qandaydir bir unikal narsalardan foydalaning. Sizni saytingiz zo'r emas, saytingizdagi mana bu manba menga yoqdi deb boshlasangiz, ular sizni jiddiyroq qabul qilishadi. Keyingi tamoyil qisqa va lo'nda bo'lishi kerak. Uzun xat bu xatni o'chirilishiga olib keladi. Telefonda oson o'qilsin, darhol javob berish imkoniyati bo'lsin. The fifth principle
Beshinchi tamoyilimiz bu ishonchlilik. Y Combinator'da maktab, sobiq ish joylari yoki taniqli mijozlarni bir eslab qo'ying. Sohada ma'lumot nashr qilishingiz mumkin. Umumiy tanishlarga buni jo'nating. Hol ahvol so'rab turing. Xullas, qadriyatingizni bog'lang. 6-tamoyil oluvchi haqida. Menni sizga aylantiring. Ularning muammosini tushunganingizni ayting. Masalan, bu muammo mening ham bosh og'rig'im edi. Foydalanuvchilar ta'rifini ishlating, talab qo'ymang. Va nihoyat oxirgi tamoyil bu aniq harakatga chaqiruv bo'lsin. Javob bering, bu linkni bosing kabi aniq so'rov bilan yakunlang. Oxirgi jumla sifatida yozish esdan chiqmasin. Esda tuting, bitta xat har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. 2-3 marta kuzating, undan keyin xabar yuboring. Agar xabaringizga javob kelmasa, har safar ijodkor bo'ling hamda qayta va qayta aloqaga chiqishingiz mumkin. Javob bermasalar ham xafa bo'lmang. Boshqasiga o'ting. Keyinroq qayta sinab ko'rasiz. Endi keling, siz bilan birgalikda samarasiz xat uchun misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu noto'g'ri nishon. Menga yuk tashish xizmatini taklif qilishdi, lekin kompaniyam raqamli mahsulotlar sotadi. Nishon xato. Ikkinchisi bu umumiylik. Xoy, saytingiz zo'r desangiz, bunda shaxsiylashtirish yo'q yoki hamkorlik qilasizmi? Bu ham aniq emas. Spamga o'xshaydi. Uchinchisi yuboruvchi haqida. Men frilanserman, ko'nikmalarim bor. Bu oluvchining muammosi haqida hech narsa deyotgani yo'q. Endi keling, samarali xatlar uchun misollar ko'ramiz. Agar siz LinkedInda xat yozmoqchi bo'lsangiz, birga o'qigan joyingiz yoki bo'lmasam o'xshash narsalar haqida o'zingizda ma'lumot qoldiring va unga keyin yozsangiz, u albatta ko'rganda, "Ha, men bu insonni taniyman" degan qaysidir ma'noda xayolga keladi yoki bu inson menga qiziq degan fikrni uni miyasida uyg'otishingiz mumkin. Kreativ market xati degan tushuncha bor. Ya'ni maxsus havola, eksklyuziv klub kabi so'zlar bu norasmiy uslub hisoblanadi. Hatto shablon bo'lsa ham uni shaxsiylashtirib ularga yuborishingiz mumkin. Ya'ni har inson sovg'a olishni yaxshi ko'radi. Endi yakuniy maslahatlarga o'tadigan bo'lsak, siz avtomatlashtirishdan oldin o'zi nima qilish kerakligini bilib olishingiz kerak. Ya'ni qo'lda ishni boshlab ko'ring. Kuzatib boring, har bosqichini o'lchang. Past stavkalarni, ya'ni foizlarni tuzatishga harakat qiling. Asoschilarga yuboring. Sayohatlarni jiddiyroq qabul qilishadi. Ko'proq xat yuborishingiz kerak. Kuniga o'nlab shaxsiy xatlar natija beradi. Kichik afzalligingizni ko'rsating. Shaxsiy e'tibor bilan sotib oluvchini o'zgacha his qildirishingiz mumkin. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Ishlaringizga omad, charchamang. Thanks.